Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, sizlar bilan yana Liliya Flowers gullari YouTube kanalimiz uchun video olishni boshladik. Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan gullarim 50 ming so'mlik gullarni sizlarga tayyorlab qo'ydim. Har xil gullar, boshqa gullarni ham ko'rsataman. Xo'p, bismillah deb boshlaymiz. Kichkina sikas gulimiz bor, mana shunaqa. Kichkina ildizlari tagidan chiqib qolgan, mana ildizlari sog'lom, oppoqqina, shunaqa to'rtburchak tuvayda, o'rtasida o'sadigan yangi barg chiqaradigan o'sari bor. Undan keyin kliviya gulimiz bor, mana 50 ming so'm. Bularni kliviyani bilasizlar, tagida piyozi bo'ladi buni. Yonidan bolalaydi piyozlari. Persatka qilishga muhtoj yo'q. Agrobalk torfiga ekkanmiz. Bu singonim gulimiz. Bu ham mana Agrobalk rossiyskiy torfga ekilgan. Sog'lom, holatlari juda ham yaxshi. Barglarida dog'lari, yirtiqlari yo'q. Holati juda ham yaxshi. Keyingisi bu ham singonim gulimiz. Tayyor ekilgan bu ham. Bunisi Stendapsus Epipremium Monstera avlodi. Chirmashib o'sadigan lianavidniy gul deyiladi bu. Osilib chirmashib o'sadi. Gullamaydi. Bu o'sib ketgani sayin sizga osilish yoki chirmashishi yoqmasa, kesib mana shunaqa kichkina kalta qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Juda tez, zo'r o'sadigan gul, beozor, rangi o'ta go'zal, holatlari chiroyli, ko'paytirish oson, boqishni bilmaydigan odam ham bemalol boqib olaydi. Bunisi Aglonema. Bu ham ajoyib. Boqish oson, beozor, bunaqa qiyin gulmas. Yaxshi o'sadi. Keyingi gulimiz Spatifilum gulimiz, qora bargligi. Bu eski gullar bo'lgan shoxlarni olib tashlaymiz. Barglari sog'lom, mana tetik. Bu ham Aglonema. Yangi barg chiqaryapti mana. Yangi barg haftasiga 2 ta chiqaradi bu Aglonema. O'sishi o'rtacha tezlikda. Bunisi ham Aglonema. Mana bunaqasi ham bor mana. Bu Philodendron Imperator deydi buni. Yashil ranglisi. Rosa chiroyli gullaydi. Aglonema bu ham. Bu Diffenbachia. Bunaqa Aglonemamiz ham bor mana. Rangi juda ham chiroyli. O'ta go'zal, sog'lom. Keyin mana Ficus Benjamin gulimiz ham bor. Bu ham torfga ekilgan, tayyor. Keyingi singonimimiz. Singonimlarning bizda kolleksiyasi bor. Kimdir singonimlarga qiziqadigan bo'lsa, 40 xilga yaqin turi mavjud bizda. Mana. Bu Regal Shields. Regal Shields'ning detkasi bizda ko'p. Bitta donasini shu 50 minglar gullarni qatoriga qo'shib qo'ydim. Kimga birinchi nasib qilsa, o'shanga. Regal Shields'ni bilasizlar, katta bargli, bardoviy qoramtir bo'lib o'sadi. Bu Gollandiyadan kelgan Regal Shields'ning detkasi. Bitta dona qo'ydim. Keyingi gullarimiz. Bu yerda biza
Filodendronni detkalarini so'rashuvdi. Mana shunaqa cheti pirpirayligini, mana bunaqa to'chka dog'i borligini, keyin karamel degandan so'rashgandi. Shulardan detka qildik, kesib. Mana bunaqa filodendronni ham kesdik so'raganlar uchun. Kesmaymiz, chirmashtirib totemda o'stiramiz deyatdik, lekin so'rashdi, kesdik. Bular tayyor bo'lsa albatta etamiz. Mana shunaqa torfga ekib, torfimiz mana Rossiyskiy Agrobalt, rosa zo'r torf. Bu yerda mana bularni ham ko'paytirishga solib qo'ydik. Mana bu chetdagi Xitoydan kelgan xlorofitum. Singoniumlar bular ham bor mana. 50 ming so'm bu ham. Bu yerdagi singoniumlar ham 50 ming so'm. Qaysidir gul yoqqan bo'lsa screenshot qilib Telegramdan yozsanglar, alohida rasmini tashlab beraman. Keyin bu yerda bunaqa gullarimiz bor. Gulga bu sal kichkinarog'i. Xo'p, Instagramga biz kecha aksiya e'lon qilgandik. Ikkita alokaziya olgan odamga bitta shunaqa spatsio'n qo'shib beramiz. Keyin ikkita singonium olgan odamga ham bitta shunaqa spatifilm qo'shib beramiz. Spatifilmimiz, singoniumlarimiz persatkaga muhtoj emas, tayyor ekilgan. Bular ham mana shunaqa zo'r torflarga ekilgan. Faqat alokaziyamiz persatka qilish kerak. Уже katta bo'lib ketdi bular. Mana katta barglari. Bu alokaziyani hozir kattasini ko'rsataman. Alokaziya polli barglari katta, yirik, gigant bo'ladigan sort. Bunisi ham hali kichkina, bundan ham katta bo'ladi. Mana shunaqa glyansiy yaltirab katta pirpirayli chiroyli bo'lib turadi. O'ta go'zal. Yonidan ko'rsangiz вообще chiroyli. Bargi yaralanib qopti. Zararli yo'q. Kesib tashlaymiz uni. Mana bargi borgan sari kattalashib ketaveradi. Bu ham hali unchalik kattasi emas. Bundan kattasi menda yo'q. Lekin bundan ham katta bo'ladi. Bo'yi ham baland bo'ladi. 1 metrdan oshadi bo'yi. Rosa chiroyli. Podokонникlarga, quyosh tushmaydigan joylarga qo'yishga rosa yaxshi. Suvini tegi qurigandan keyin quyasiz. Namligi tegidan ketgandan keyin suv quyasiz bunga. Unchalik ortiqcha e'tibor talab qilmaydigan gullardan. Bu alokaziyani mana shu sorti shunaqa. Boshqa sortlari o'rgangunizcha sal qiyinroq bo'ladi. Lekin alokaziyalar ham unaqa injiq gul emas. Regal 6 ni bitta kattasi bor mana. Bu kattasi yonidagi Diefenbachia banana. Bu ham gigant katta sortidan. Buni ham kichkinasi bor. Mana bitta paprotnikimiz bor, katta. Bo'yi 1 metrdan oshiq. Katta yirik bargli. Uyga, ofis ishxonalariga, oranjereya, tropический o'rmon vidini berishga rosa zo'r mos keladigan gul. Paprotniklar. Paprotniklarning hamma sorti shunaqa. Aglanemamiz rangi juda ham chiroyli. O'ta ajoyib gul aglanema.
Baglaniyamani kattasi. Shuni detkalarini bo'lib sotamiz. Bu o'tgan yili sinib qolgan Zamyakulkus Raven sorti. Shoxi sinib qolgandi. Ekib qo'ydik. Hali 1 yildan beri mana endi bittagina shoxcha ko'rindi. Bu Diefenbachia shkura drakona, krokodil ham deyishadi. Bu ham katta gigant bo'ladigan. Buni jetkasi yo'q. Katta bo'lib ketgan. Buni ham o'tgan yil olganmiz. O'sib ketdi bu. Bu Calathea Makayana derdi buni. Rangi juda ham chiroyli. Dizaynerskiy vid. Dizaynerskiy gulga o'xshaydi, yasatib qo'yganga o'xshaydi buni. Tegidagi xo'ya. Kichkina bo'lishiga qaramasdan bu qimmat. Shu turishi 200 ming so'm buni. $50 ming so'mga qo'ygan aglaniyamizni kattasi bu. Singoniumimizni yana bitta sorti, bu kattasi. Juda chiroyli. $50 ming so'mga buni qo'ysak ham bo'ladi. Epi Premium yashili chirmashib o'sadi bu ham, mana chirmashib ketgan tepaga qarab. Bu ham Monsteraning bir turi. Stand-upsus ham deyishadi, Epi Premium ham deyishadi buni. Monstera nimadir edi, esimda yo'q unchalik. Bu ham chiroyli gul, chirmashib o'sadi u ham. Aglaniyamani unaqa kichkinalari bor mana. Qizillari, buni kattalari ham bor bizada. Bu kichkina qizillari 35 ming so'm. Oladiganlar screenshot qilib Telegramdan yozinglar, stakanchikka ekib beraman. Singoniumning qimmat sortidan yana mana bu. Bunisi ham. Bunisi ham boshqacha sorti. Bunisi ham. Mana kompozitsiya qilib ekilgani. Har xil ekilgan, aralashtirib. Mana shunaqa qilib ekib qo'ysanglar ham bo'ladi, rosa chiroyli ko'rinadi. 4 xil buni ichida bor. Mana bunisi ham o'ta allambalo ajoyib sort. Siz bunisini rangini ko'ring mana. Singonium. Hozir buni mamlakasi ham bor mana. Mana Singonium. Bu Calathea. Bu Calathea ham 120 ming so'm. Chunki buni persatga qilganman.
Yangi torfga ekkanman mana. Yangi o'sayotgan kichkina o'sayotgan barglari, o'simtasi, o'sari. Sizlarda nima deydi bilmayman, bizda o'sari deydi. O'satib chiqyapti tagidan. Bu Calathea leo. Bu ham shunaqa bijir-bijir bo'lib birdaniga ko'p bo'lib o'sadi. Calathea Fusion. Calathea. Bular 100 ming so'mdan. Bargani chetlari mana hamma yoqi butun. Qurigan, sarg'aygan joyi yo'q. Rosa zo'r o'sib turibdi. Calathea'ni mana. Mana shunaqa tegi suv mana shunaqa oqib tursa, zo'r o'sadi Calathea'lar. Bargini cheti qurib qolmaydi o'shanda. Tegidan suv oqib tursa. Ko'targaningizda mana shunaqa suv oqib turishi kerak buni. Yaxshi o'sishi uchun. Bitta Calathea'miz bor ichida mana. Buni mazasi qochib qolgandi issiqda. Kesib tashladik ustidan. Boshqatdan o'sib chiqdi yana. Buni ham tegidan suv oqib turibdi ana. Papartnikimiz katta gigant. Soya salqin joylarga qo'yishga, ofis, restoran, ishxonalarga rosa chiroyli turadi. Bu Spatifilum gigant Sebastian. Hozircha guli yo'q. Bu ham papartnik, qattiq bargli, plasmassaga o'xshaydi barglari. Lekin живой, rosa chiroyli bu ham. Borgan sari spiralga o'xshab buralib o'saveradi. Ustidan qarasangiz, buralib o'sayotganga o'xshaydi. Philodendron imperator qizili. Buni ham guli rosa chiroyli ochiladi, katta bo'lib ochiladi. Bargi bordoviy qizil rangda bo'ladi buni, katta bo'lgan sari. Hozircha shunaqa rangda, chunki bu polni o'lib qolganda buni bittasi olib kelib berdi, shuni tashab ketdi. Boqolsangiz, boqib oling deb biz mana o'stirdik. O'tgan yil berib ketishgandi buni. Polni o'lib qolgan, qurib qolgan. Shunaqa narsa berib ketishdi. Chirmashi bo'lsa degan anpelni geran. Fioletoviy rangda. Juda ham zo'r gullaydi bu ham. Issiq joylarni rosa yaxshi ko'radi. O'sma tuylarga bemalol eksa bo'ladi. Podokонникlarga qo'ysangiz zo'r chiroyli ko'rinadi. Calathea Fusion gulimiz mana. Bunisini ham tegidan suv oqib turibdi mana. Suvni shunaqa bermasa, bargini uchlari sarg'ayib, mana bu rangi ketib qoladi buni. Mana shunaqa rang bo'lishi uchun bargini orqasini rangi. Bargini orqasi fioletoviy ham bo'lishi kerak edi buni. Mana bunaqa bo'ladi. Hozir yozda gullarimiz ko'chada turgani uchun kapalaklar yeb ketyapti. Kapalak, chigirtka, har xil qurt-qumursqalar yeb ketyapti mana shunaqa. Albatta bunga kurashyapmiz. Bu bizning mayin, yumshoqqina damashniy archamiz, araukariya. Juda chiroyli holati.
Sog'lom, ranglari ham juda ham zo'r mana. Tepadan holati. Yonidan ana bu Xoma lemona degan gulimiz. Bu Xoma lemona gullamaydi, faqat mana shunaqa yashil barg, yaltiragan yashil barg bo'ladi. Bunisida anaqa variegatnis oq dog' bor ekan. Bu ham o'zgacha chiroyli. Juda ajoyib gul. Buni ichida 3 tadan, 4 tadan, 5 tadan bo'ladi. Bemalol bo'lib ekib olsanglar ham bo'ladi. 2 ta 3 ta gul qilib olsanglar bo'ladi. Juda beozor, qarash oson, ortiqcha e'tibor talab qilmaydigan gullardan bu ham. Mana bu keyingi gulimiz Calathea rufibarba. Tanasi bardoviy rang, bargini orqasi ham bardoviy. Bu tukli bo'ladi, sariq bo'lib gullaydi. Persatkaga muhtoj emas, tayyor ekib qo'yganman. 60 ming so'mdan olaverasizlar. Mana Xoma lemonaning narxi 100 ming so'm. Bu archam 150 ming. Calathea ham 150 ming. Mana bunisi 100 ming so'm. Bu kichkinasi, kattasi 150 ming. Plasmassaga o'xshaydigan papartnik. Chunki bular hammasi persatga qilingan, shunga narxi ozgina qimmatroq. Persatga qilib o'tirmaysiz olganingizdan keyin. Suv quyib tursangiz bo'ldi. Torfi 1 yilgacha yetadi. Keyingi kuzgacha bemalol turaveradi. Agar katta bo'lib tuvagidan chiqib ketadigan darajaga yetmasa turaveradi. Bular ham shunaqa. Bu gortenziyamiz gulla bo'ldi. Gullarni kesib tashladik bularni. Kesli torfga ekilgan tayyor. Bu gortenziyam 180 ming, 200 mingdan beraman. Razmeriga qarab. Bular gortenziyani kichkina detkalari 25 ming so'mdan. Gulchasi bor mana. Gulini rangi bargiga o'tib qopti mana bitta. Uchida kichkina g'unchalari bor. Gortenziyalarimiz hammasi sotuvga tayyor, bemalol olsanglar bo'ladi. Gortenziyalar bahorgacha persatkaga muhtoj emas. Olasizlar, bahorda sirazi yerga ekib yuborasizlar, kesli torf aralashtirib. Ildizlari ichida ko'rinib turibdi mana, oppoqqina sog'lom ildizlar. Kamera bu yoqda ekan, u yoqqa tutyapman. Blogerlik ham o'ziga yarasha ekan. Endi bloger emasmiz u. O'rganyapmiz. Bu yoqda Pahera spatifilmlarimiz. Xo'p, bo'yi kalta emas, buni ham endi 50-60 cm. Sterilitsiyalarimiz, bular ham tayyor ekilgan. Narxi 65 ming so'mdan boshlanadi. Gul boqishni bilmaydiganlarga har doim tavsiya qilaman shu sterilitsiya gulini. Chunki beozor, ortiqcha uhud, ortiqcha e'tibor, ortiqcha dori sarf xarajatlarsiz o'sadigan gul. Bu ham persatga qilingan, ekilgan torflarga olib borasiz, qo'yib qo'yasiz. Tuvaga yoqmasa bemalol almashtirib berishimiz mumkin. Tuvaklarimiz bor. Mana bitta aglanemamiz ham bor mana. Bu aglanema 150 ming so'm. Buni ham bemalol bo'lib olib 2 ta gul qilib olsangiz bo'ladi. Ichida 6 tami, 7 tami shunaqa. Ranglari juda ham chiroyli. Sog'lom.
haftasiga 2 ta barg chiqaradi. Bular Sansevieria. Karlikoy Sanseveriyalar. Sanseveriya bunisining rangi juda ham chiroyli, tilla rang. Havoni 100% kecha kunduz tozalaydigan Sanseveriyalar. Bular ham persatga qilingan. Sog'lom. Zamyakulkus gullarimiz 50 ming so'mdan boshlab bor bular ham. Bular ham sog'lom. Orasida Gollandiyadan kelgan zinzilarimiz ham bor. Mana bunaqa zinaga o'xshab buralib o'sadi barglari, ketma-ket chiqib. Sanseveriya kashqo qilingani bor. Bunaqa mana tuvaklarga ekilgani bor. Sanseveriyani tayyor olib borasizda qo'yib qo'yaverasiz. Spatifilumlar 55 ming so'mdan 85 ming so'mgacha mana bunaqa kattarog'i bor. Kichkinaroq, o'rtacha tuvaklarga ekilgani bor buni. Fikus dumaloq bargligi bundan ham 2-3 ta qoldi. 80 mingdan bergandim. Mana bu Hamidariya palmamiz 150 ming, 160 ming beryapmiz razmeriga qarab. Bo'ylari 1,5 metr. Bir xillari balandroq. Sikas palmamiz o'rtacha razmerligi. Qochib turing. 120 ming so'm. Bargi ko'p. Mana shunaqa dratsenalarimiz bor, o'rilgan. Tuvaklarga eksak juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Hozir ham ko'rinishi yomon emas. O'ta ajoyib. Ranglari chiroyli. Chekasimiz 2 ta qopda 120 minglik. Bu Monstera 170 ming so'm. Bu gigant bo'ladigan sorti Monsterani katta bo'ladi. Exsinanthus gulimiz. Keyin Hamidariyaning kichkinasi. Mana gulchasi qizil gullaydigan Exsinanthus. Ko'rinishi bunaqa mana. Bu ham 50 ming so'm. Singoniyamiz bunaqa chiroylilari ham bor mana. Usti barxitga o'xshaydi. Bu spatifilum. Kichkina spatifilum mayda. 35 ming so'm. Fikus gulimiz 40 ming so'm. Mana stakandagi spatifilum gulimiz 25 ming so'm. Bu yerda kofe daraxtlarimiz bor. Kichkina kofe daraxtchamiz. Mana. Bo'yi 40-45 cm. Barglari yaltiragan, holati juda ham zo'r. Sog'lom. Narxi 150 ming so'm. Kalateya. Bunisi 175 ming so'm. Bu kalateyamiz. Balzamin gullarimiz 100 ming so'mligi. Rosa zo'r gullaydi mana shu balzamin guli. Qishin yozin to'xtamasdan gullaydi. Bitta 50 ming so'mligi mana. Bitta dona bu. Papartnigimiz, zigzag papartnik. Gullarimiz bizda hammasi живой, tirik gullar, искусственный gullarimiz yo'q.
Живой gul bo'lgandan keyin albatta bargi quriydi. Bargi to'kiladi. Buni qirib olish kerak ekan. Agar искусственный bo'lganda bargi to'kilmasdi, guli to'kilmasdi. Qanday yasatib qo'ygan bo'lsa shunday turardi. Bular живой gul bo'lgani uchun albatta to'kiladi. Bargi quriydi va yangisi o'sib chiqadi. Bu tabiiy holat. Aglonema. Oddiy aglonema. Bu detka philodendronni detkasi hali tayyor emas sotuvga. Tayyor bo'lishi bilan albatta qo'yaman narxi bilan. Bu Monstera alba, buni ham bugun ekdik. Mana bu ham bor. Bugun ekilgan gullar. Hali tayyor emas bular. Yangi barg o'sib chiqqandan keyin sotamiz. Mana bular ham bugun ekildi. Hali tayyor emas bular. Mana atroskachalar. Bugun Velia atroskalarimiz tayyor sotuvga. O'zini tutib olishdi. Stakanlarga ekib qo'yganimizga ham bir haftadan oshdi bularni. Bemalol 15 ming, 20 ming, 10 mingdan olishinglar mumkin. Ranglari har xil, syurpriz bo'ladi endi. Gullaganda bilamiz. Rangini aniq bir rang deb aytolmaymiz, chunki bizda ularni 4 xilmi, 5 xil rangi bor. Kameliyamiz kichkinasi och rozoviy bo'libmi, to'q rozoviy bo'lib gullaydi deb berishgan. Endi aniq rangini bilmaymiz, buni ham qizil bo'lib gullab qolishi ham mumkin. Narxi 95 ming so'm, bo'yi 40 cm, 45 cm taxminan. Bu ko'ylus gullarimiz 25 ming so'mlik yonidagilar. Ko'ylus gullarimizga ham aksiyamiz ta'sir qiladi. Ularni ham 3 tasini olsangiz, bittasini qo'shib beraman. Mana kattalariga ham shunaqa 3 tasini olsangiz, 4-chisini qo'shib beraman. Ko'lyuslarimizning ranglari juda ham chiroyli. Ko'lyuslarimizning eng kattalari 100 ming so'mgacha bor. Bo'ylari 1 metr, 1 metrdan oshiq. Pasroqlari 1,5 metr, 60 cm. Xo'p, osma tuvayli gullarimizga ham aksiya qo'shsam ekan. Bularga ham qo'shsa bo'ladi. 3 ta olasiz, 4-chisini qo'shib beraman. Mayli, bunga ham ketdi aksiya. Mana shunaqa osma tuvayli gullardan 40 ming so'mdan donasi. 3 ta olasiz. 4-chisi sovg'a. Bular ham oddiy yer tuprog'ida emas. Bular ham torfda. Hammasi torfga ekilgan mana.